ko'pchiligi qiziq bo'layotgan turbofenimiz mana shu qorlarni qani tozalab bera oladimi yo'qmi, hozir bitta sinab ko'ramiz. Shu bahona o'zimiz ham bilib olamiz, qani qanchalik tozalaydi yoki tozalay olmaydi. Yopishib qolgan qorni mana qo'ldan keyin tozalanadi. Lekin baribir yopishib qolgani, tagiga yopishib qolgani qolib ketaveradi. Tak, archamizga ham qor tushib qolibdi ustiga. Yo'q, archani to'sib qo'ydik. Mashina ustiga qordan ketib qo'yamiz. Yopishib qo'ygan qorni ham ketkizyapti. Ko'pchilik video olib, bu hech qanaqa ish bermayapti deganlar uchun mana video oldik. Bizaniki 29 760 wattli turbofenimiz mana shu mashinaning ustiga qorlarini hammasini ketkizib olyapti.